7 kunda prava bera olayotgansizlar. Menga ham olib bera olasizlarmi? Pravam lishoniydi. Assalomu alaykum do'da. Keling, pravadan muammo yo'q. Sizga 7 kunda emas, 7 kundan ham kamroq vaqt olib beramiz. Praviyalarni bilasiz-ku. Ha, tushundim. Darsinglar o'zi qanaqa bo'ladi? Do'da, darslarimiz oson eslab qolish metodlari orqali bo'ladi. Bunaqada bemalol 6 kun ichida praviyangizni ola olasiz. Yoshim katta-yu, shuning uchun ma'lumotni eslab qola olmaymanmi? Qarang do'da, mnemonika metodi oson eslab qolish uslublari orqali tuzilgan bo'ladi. 5 kun darslikka qatnashasiz, xudo xolasa, muammo bo'lmaydi. 1200 ta testni shu metodda o'rganib olsangiz, hamma testlarni oson eslab qolasiz. Endi bu yoqqa narxi nechta bo'ladi? Siz kelishingizga guruhlarimizda to'lgan, kursimizning narxi 1.290 ming, shu to'lovni qilasiz, darslarimizga kirib ketsangiz bo'ladi. Do'damga 7 kun davomida pravo beramizmi yo'qmi ko'ramiz. Topshirdingizmi? Bitta xato bilan. Voy, tabriklayman. Voy, o'tibdilar mana. Darslar foyda berdimi yo'q, bilarmidingiz o'zingiz? Yo'q, dars men necha yil? 82-yilda pravaga topshirganman. Tabriklaymiz. Do'da mana 7 kunda olib beramiz dedik, 6 kunda olib berdik. Qanaqa bo'ldi? Eslab qolish yordam berdimi? Ha, eslab qolish juda yordam berdi. Eng keragi qun bilan o'rgansa, men o'zim rus tilida topshirdim imtihonni. Ular menga o'zbekcha hammasini tushuntirdi. Ko'z tegmasdan ish qilib, bolalarimga ustoz bo'lib o'rgatishdi menga. Eson topshirib oldim. Tabriklaymiz do'da sizni. Rahmat. Kimga 7 kun ichida prava kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Birinchi darsimizda mutlaqo bepul.